yaqin do'stim bilan bir yotoq tutib oldim. Faysla! Ahırlaşmaydigan sorun bo'lmagandek Asad ikkimizniki bu bir hafta 10 kunlik sayohatimiz, muhabbatli shirin kunlarimiz tugab o'z yurtimga, o'z uyimga qaytib keldim. Ota-onam va akam bilan jam bo'ldim. Bir aileniki xushallik jam bo'lishini mumkin to'g'ri kelsin. Lekin yuragimdan yana bir yala siqinish ham shundaqla Asadni to'xtamay sig'inish tuyg'usida bo'ladim. Biz kunda necha vaqt telefonlashatdik, quchur yezishatdik. U tuyuqsiz men kelib hech qancha o'tmayla yo'qolib ketdi. Men uning singlisi bilan uning xabarini olmay aloqalashdim. Ya'ni yaqin do'stim bilan aloqalashdim. Aksiniki el og'illari bilan azroq bir jidal majro bo'lib kelib, tekshirish ustida bu qolganligini, bir necha kunga qolmay chiqadiganligini aytdi. Lekin shundan da shunchalik ansirab turibdim. 3 kun o'tdi, 5 kun, 10 kun, 15 kun kunlar mushtariqada o'tyapti. Ichim shunchalik siqilyapti, yelimdan tuzuk bir narsa o'tmayapti. Apam mendan ansirab, qizim, men bo'ldingiz, bir yeringiz og'ramdi deb so'radi. Nima deyman? Yaxshi ko'rgan odamim yo'qolib ketdi. Men undan ansirayapman, uni sevgandim deymanmi? Yo'q, albatta deyamayman. Saq 20 kun o'tganda uning telefon nomeridan telefon keldi. Shunchalik xush bo'ldim. Yuragim shunchalik ansiz so'qyapti. Telefonni aldım, Asadga yig'lab ketdim. "Bormisiz? Yaxshi turyapmisiz?" deb. U shu kuni atganda chiqqimni. Dal singlisi mening do'stimning aytganidek bir jidal bilan aralashib qilib, shu sababdan tekshirish ustida bo'lib qolganligini aytdi. U bir xil gapini topolmay, yo'q qish bilan gapini davatadi. Uningki salomatligini uqqandan ko'zim bilan bir ko'ray deb uni bek sevganligim uchun uni yutiga berish qaroriga keldim. Ham opam dadamga azaldan yolg'on so'zlab boqmaganman. Asad uchun, muhabbatim uchun, aşkım uchun men ular yolg'on so'zlab ular aldadim. Opam dada yaqin do'stimdan dadasi qaytishib qopti, men ko'zim bilan bir ko'rib kelay, opsi yo'qdi, endi bir necha kun turib kelay deb Asadniki yine qarabmadim. Bu safar shunchalik uzun bo'lmayapti. Uni shunchalik sevmadim. Uni yudini bir yutlig'im kelgaydi, chochlarim silg'im kelgaydi. Undan qanchalik ansirganimni, unga bir yutqim kelgaydi. Ashta qilib Asadning yutug'im keldim. Asad oldimga chiqdi. Mening Asadim. U noyat bir xil o'ruqlab, judangi, sal chiroy qadib olgan ko'zlari o'tirishgan holatda oldimda turibdi. Bir xil tantirash, o'di qo'sh uni bir qadar eg'irdi. Balkim bu 15-20 kun uyda yetish jarayonida ta'sir qilganda ba'zi ishlar deb o'yladim. Shundan biz uni ko'rishdik. Shaharning muhiti yaxshi bo'lgan, eng ovat yerdan bo'lgan bir yerdan yotoqqa o'rinlashdim. Biz toza aylandik, mungdashdik, sirdashdik. Uningga yarashadigan taxmin salobatli jazbador ko'ktidan kiyimdan bir necha so'g'at qildim. Kech bo'ldi, qorong'i tushga boshladi. Shundan bilan shahar ko'cha ichilaridagi odamlar bir-biri azlashga boshladi. Biz tomoq yeb, qorong'ishib, qo'l tutishib, sirlashib, yotoqning oldiga kelib qoldik. Asadim menga shunda dedi. "Qo'rqamsiz axsham dedi." Men beshimni choy qildim. Amsa men siz uxlab qolganingizni o'tayib birdan mungdashayli, men ondan qaytib ketay dedim, dedi. Har qanday qiz bola yaxshi ko'rgan odamini rad qilolmaydi deb o'ylayman. Men ham shunday. Balki bu yotoqniki mehmonxona oldiga kelib kayniga o'rilib ketgan bo'lsa, ko'nglim yerim bo'lar edi. Men o'ylayman, men o'zimni chang puxta qiz. Bo'pti, birdan mungdasaq men bo'pti deb o'yladim. U yotoqqa kirdi. Biz yotoqqa kirgandan keyin biz paranglashdik, mungdashdik. Asad cho'nglar xos ayollar o'tirsidagi yaqinchilikni qilishga boshladi. Dastlab rad qildim. Qanday qiz o'zi yaxshi ko'rgan odamni rad qila olasin? Men arzu armanlar ichiga liq to'lgan bir qiz. Men o'qiydigan bir qiz. Kelgusini o'z qo'lida 2 minutlik shu hissiyot go'zal tuyg'u ichida vayron qilatmaydigan bir qiz deb o'ylaydigan birim men bu hissiyotning quli bo'ldim. Asadning issiq, iliq mehr muhabbati ostida men o'zimni yo'qotdim. Issiq harorat ostida men o'zimni yo'qotdim. Shunday qilib bu bir kecha shunday bitdi. Hatto men do'stimga bu shahar kaynimni aytmadim. Bu bir kecha shundaqla tuydi. Armamizni birinchi o'rin qo'yib turib tarbiya qilgan onamning tarbiyasi shu emasmidi? Men nima bo'ldim? Men endi qanday qilma? Ichimdan o'z-o'zimga nafrat ushqilari uchib ichimdan o'z-o'zimga nafrat modatim pig'onim o'rlab o'tadi. Ats o'rnimdan turdim. Butun badallarim shunchalik harg'in, sulg'un holda yutumga qaytib ketishni tanladim. Men shu ish uchun kelganman. Nomusimni yer bilan yaksan qilib kelganman. Bir er kishining qo'yniga o'zimni otqili kelganman. Iffat nomusimni yo'qotqili kelganman. Men bo'ldim. Shunday qilib o'z-o'zimdan bu cheksiz xayollar ichiga cho'kib ketyaptim. Ham tiyi yo'q, bu xayol ichiga ketib ketgandim. Asadning men iliq quchoqlashlar uchun o'zimni tatamay o'z-o'zimni nobud qilib, bu o'tning ichiga dal shu kundan boshlab tushdim. Asadni shunchalik yaxshi ko'rman-yu, ammo qilgan bu ishimdan faqatli xushallik, huzur topolmadim. Asad meni uzitib qo'ydi. Peshonamga suyib turib, "Biz hamon to'y qilamiz, ansirman, sizga men bor, sizga men ega bo'lma" dedi. Men yurtimga keldim. Opam mening bu turqimga qarab, "Bir yeringiz og'riyotganda, kayfiyatingiz nacharmi qizim" dedi.
voy opa, ajab so'raverdi ekansiz deb silkivatdim. Yolg'on so'zladim, silkidim. Yoki muhabbatga bek berilib ketgan odam mushundoq bo'lamdigandi. Men barbara o'zimdagi, oildagi ota-onamga bo'lgan tutgan muomalamdan tortib o'zgarayotganligimni his qildim. Balkim opam do'stining ahvolini ko'rib kayfiyat nachar bo'lib qolgandi dedi bo'g'ay ortiq gap qildi. Tamog'imni yetib yotoq uyimga kirib keldi. Yotoq uyimda yotdim. Dumini butun pardani tatib yetib shunday yig'ladim. Ovozsiz yig'ladim. Yiqqanning ichiga beshimni tiqib olib yig'ladim. Nimishga? Men o'zimni bunda qilmayman deb o'ylagan yo'ldim oldim. Men o'zimni boshqa qizlarga o'xshash nobud qilmayman degan yo'lda o'zimni nobud qilatdim. Endi bunda pushaymon qilganimni baribir foydasi yo'q. Menga o'rnov kelmaydigan ishni qildim. Kimga men uning telefon qildim. Kelib oldingizmi dedi. Kelib oldim. Bo'ldimsa Adila qo'limda ozroq ishvatdi, maylig'icha bir telefon qilay deb so'qqan telefonni qo'yibdi. Haras deyishni unutib qoldim. Bozor aylanış jarayonida u bir xil tantirab bo'di qilib turadi. Bayon degandek balkim shu yerda 20 kun yotganman sababidir deb o'yladim. Telefonni qo'yibdi. Kash bo'ldi. Xushur yozmadi, hatto telefon qilmadi. Telefon qilsam telefonni qo'yanji. Shunchalik yuragim og'ridi. Men bo'lganda yana bir kelishmaslik bo'lganmidi deb o'yladim. Qo'lim ish qilmadi. Hatto gilimdim yana bir narsa o'tmadi. Yuragim achchiq bir siqilish, yuragimda bir itish batdi. 2 kun shunchalik beorom o'tdim. Qisqa uchurimni 3-kun topshirib oldim. U mening ahvolimni tuzuk so'ramay turib, sizdan bir yordamingizga ehtiyojim bo'lib chiqib qoldi. Yordam qilamsiz deb so'radi. Albatta, chunki men uni yaxshi ko'raman. Chunki u mening hayotim. Chunki men uni changalashib bo'ldim. Chunki men uning odam bo'lib bo'ldim. Shunday qilib, u mendan 20 ming, 30 ming talab qildi. So'rdi, bir ishga yordam qilsangiz dedi. So'rdim, deb bermadi. Kartam qarsam 23 ming pul ekan. O vaqtlarda hatto to'yliq pulmi 15 ming 20 ming. Bu yenimdagi pulga, demak mundaqcha aytganda bir qizning to'yliq puli hatto uningdan jiq pul desam bo'ladi. Shunday qilib 2 ming yenimda olib qolgan bo'lib 20 mingni Asadga o'tladim. Uning pul so'rashi dal shu kundan, shu qitimliqdan boshlandi. O pulni nimaga ishlatganda deb men ko'p o'yladim. Do'stimdan so'ramadim. Aka mendan pul so'rdi dedim, hargiz deyamayman. Haras o'ttirliqda yo'qolib ketgandan sabab bo'lsa, u bir ayol xizmatdoshiga po'xurlik qilmoqchi bo'lib, maqsadi yetamagan deb tutib turibdi. Yan ichida bir taraf qilish uchun kepillik qo'yib turibdi. O qiz bolaga 20 ming to'lam beribdi. Dal mendan so'rgan 20 ming qo'y o qizga berdigan to'lam pul ekan. Mana qarang, men nima degan ahmoqa? Uning to'shkini yamabdimi? Uningki po'qini tozalabdimi? Hatto uning qilgan mayntini tozalabdimi? Buni men keyin bildim. Azatning menga bo'lgan muomalasi kundan kunga o'zgaryapti. Buni men his qilib turib har bir o'ylaganimda yuragim etishib ta'tilni to'shib qoldi. Ota-onamningki o'rlashtirishi bo'yicha chet el rasmiyatlari, ya'ni o'qish rasmiyatlarim tutib qolgandi. Men mangdonga 3 kun qoldi. Do'stlar, vaqt munosabati bilan 3-qismli hikoyamiz mishada oyoqlashdi. Adila chet elga chiqib o'qiy oladi yoki Asad bilan bu munosabatni qanchalik davomlashtira oladi? Asad bilan birga o'talamdi yo'qmi? Yana qanday azob oqibatlarga duchor bo'ladi? 4-qismli hikoyamizdan alang. Meni ko'parak do'stlarga tavsiya qilib qo'yishingizni umid qilaman. Yulduz ve yürekli bir süt yine koşu ilişki unutup kalmam. 4-qismda hikayemizi görüşelim. İçiniş qismi